Ben yana meselli bu videoda biz yana survivalda 4-qismini, 5-qismini qilamiz-da, xullas. Yana ukam bilan qilamiz. Bo'lmasam videoni boshladik. Xullas survivalda boshladik. Yur uka. Ukamda hozir hech narsa yo'q. Voy chiqib reklama bo'lib qoldi. Xullas o'ldirib qo'yibman. Xullas o'zing survival qilib narsa ol. Menda keraksiz narsani o'zi yo'q. Hozir mashtaralarim o'sib ketib Reklama bo'lib qoldi hozir. Mashni ham olaylik. Uyda ham bitirish kerak, uy ham hali ham tayyor emas. Narigi uyda anaqam bor edi. Nima edi? Aynay, aynay. Ash aynaylarni ham olib kelish kerak. Xullas hamma narsa narigi uyda-da. Mash devorlarni ham qilish kerak, maytni ham qilish kerak-da. Nimadirlar quraman bu yoqlarga. Qo'madim. Qo'mabdi. Nima daraxtni urug'lari tushsa, mashlarni ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Eksak demoqchi edim. Qanaqda narxli? Mana shu yerda divan bu. Qani? Menda. Hos, endi divanni qancha qo'ysam bo'lar ekan? Sen ikkinchi qavatda yashaysanmi, birinchi qavatdami? Bo'pti, bo'lmasam. Yo'q, ikkinchi qavatda yashayveraylik. Hozir Menda reklama bo'lib qoldi. Tayyor emasdi. Mashaka qo'yib qo'y. Bo'l uxla. Tepadaman. Hozir. Ikkinchi qavatga chiq. Bo'l chiqyapsanmi? Endi uxladingmi? Ana, Temiriz bormi? Keyin avval daraxtlarni chopib olaver, keyin anaqa qilamiz. Beraman men temir. Ko'p menda temir. O'tgan qismda olmozlarni ko'p anaqa qildim, ko'rsatdim. Endi bu qismida olmozni ko'paytirish kerak. Ko'paytirish emas. Sirda aytavering. Voy, yo'qolib qoldi. Biz anu daraxtlarni ham mana shunday ko'paytiryapmiz. Bilsalar, bilganlar biladi, bilmaganlar bilmaydi. Biz sandiqdan ikkita odam qiladi-yu. Ash ko'paytirishdan qoldi-yu. Mana shunday ko'paytirdik daraxtni ham. Biz unaqa qilmasak qiyin bo'lib ketadi. Ko'p narsani qilmadik. Oz narsa qildik. Daraxt qildik, tuxum qildik. Tovuq boqdik, ashundan anaqa qildik. Tuxumni ham ko'paytirdik. Tovuq ko'paytiramiz deb, keyin daraxt ko'paytirganmiz. Tosh ko'paytirdikmikin. Tosham temirni ham ashundan ko'paytirganmiz-da. Ukam bir bolalar qilyapti. Daraxtlarni hammasini endi olib tashlash kerak. Xullas endi o'zi tushadi. Deb qo'yganimga bir bolalarni solsa bo'ladi. Xullas hisob qo'yamiz. Endi 5 ta daraxt bo'lsa, endi buni hozir mana shu daraxtlar tugagunicha uyni bitirib olib, videoni yoqaman yana. Hozir men daraxtlarni ham tugatdim. Endi yana daraxt kerak. Ana, daraxt ustida ketras. Mana shu daraxt kerak. Davay tepasidan qo'yamiz. Ukam aynalarni keyin yana nimani olib kelgani ketdi? Loylarni bo'ldi. Endi tarvuzlar ham o'sib ovqat ko'payadi endi. Xullas endi yana mana shu 7 ta daraxt, nechta bo'ladi? 26 ta bo'lishi kerak, taxminimcha. Endi hozir 28 ta ekan, 2 taga adashib. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Daraxtimiz tak bo'ldi. Olib kelasan-da o'zi. Hozir yana daraxt o'sdi. Endi o'satda daraxt. Mana shu daraxtlarni olib, yana 7 ta chiqishi kerak. Qaralar. 6 ta chiqdi bunisidan. Bunisi 24 ta bo'lishi kerak. Qaralar. Hozir taxminim to'g'ri bo'ladi. 24 ta chiqadi. Chunki bitta daraxtlaring 4 ta bo'ladi. Bitta daraxt bo'lsa, ana, aytdim. Bitta daraxtlaring 4 ta nima deydi? Taxta, bu taxta. Mana shu yerda ko'ramiz. Mana ham hozir mana
Bu endi bir yerda qilish kerak. Mana shu devorda ham qilish kerak dedi tez. Bu uy ham tayyor bo'lib qolay dedi. Tayyor bo'lib qolay. Deyarli tayyorda. Tomi aynalari qoldi, bo'ldi. Taxta ham tugadi. Yana bitta daraxt o'sibdi. Buni olamiz. Yana bitta daraxt o'sibdi. Endi kesam daraxt olgani. Yana bitta daraxt o'sdi. Yaxshi da o'sgan. Olaveramiz. 10 tasi 40 ta bo'ladi endi o'zi. Aytdim. Asabga tegayaptimi o ishingiz? Ukam ham asabiga tegib ketibdi xullas. Hozir endi men mashina ko'rishim kerak. U ham piti deb bo'ldi o'zi. Mashinadan. Ko'rdilar, men toshni qo'yaman-da. Tomni qo'ygan. Endi shotida chiqish kerak deb. Ha. Sol qoldi. Bo'pti, keyinroq qilarman endi tomini. Mashitini qilib olishim kerak edi birinchi navbatda. Mana qilamiz. Mana qilsam, bu yerda g'alati bo'lib qoladi. Bu yerdan qilsam Xo'sh, endi tugaguncha qilib olaman. Bo'lmasam hammaga har sizlar bilan yana meseli bo'ldi.